Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir Farhod Tursunning Arqa ko'cha nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Chiqib etilgan uylardan birining mehmonxonasi bo'lsa kerak, to'risqa qilgan parqiroq bezaklarning bir uchi textamning ustida, bir uchi bu tarafda sangilab turadi. Yoki to'piqishlarning parchalari ostida qolgan edi. Ular o'zining odamni bezor qiladigan parqirishi bilan ilgari ashu uyga bergan go'zalligining qanchalik darajada soxta ekanligini oshkorlab turadi. Xarobalikdagi dövlangan kunlar kesak parchalarini ig'ir gavdasi bilan besib turadi. Kunlarning ichida texi 3 bo'lmagan bir cho'q, xuddi saqaymas yaradek qorong'ulikda pilildab turadi. Axlatlar orasida yana bir necha jup paypoq va bir ishton turadi. Men u tashlab etilgan kiyimlarda selib tashlangandan keyin ozuqliq topolmay ichirqab turgan kesal mikroblari alla kimning uni kiyishini sabrsizlik bilan kutayotgandek his qilishdan qutula olmadi. Ular cho'qim kimlarningdir badaniga ularning eng inchga tomirlari orqali singib kirib, u yerda tezlikda avlod qoldirib, ashu odamning jinini olg'ucha ko'payishni istaydi. Men bu natonish shaharda hech kimni tonimayman. Shunga biror kim bilan do'st bo'lishimmi, biror kim bilan dushman bo'lishimmi mumkin emas. Tug'ilish oldidagi bola matkadan chiqib ketadigan yo'lni topolmay tunjuqayotgandek tunjuqmoqda edim. Bu yo'l matkadek tor ham cheksiz, dog'langan ham qo'chilgan bo'lib, hayotlikni barpo qilg'uchi suyuqliqdek qorong'ulik qo'ynidagi yer yuzida sus parqirab turgan namlikning hayotlikning ojiz yoltirishidek bir yoltirishni ko'rsatib turadi. Yerdagi namlikning xunuk yaltirishi menga kishilarning nima uchun jinsiyatga va hayotlikqa o'chmanlik qiladiganligini tushundirgandek qiladi. Odolimda o'ltiradigan xushchiroy kishining kulimsirab turgan chiroyi shu qadar umidvor, tetik, ruhiy kuchi urg'ib turgan, xuddi butun dunyoni elkida tutib turgandek kuchli, g'amsiz, ba'zida g'ingshib naqsh etib qo'ydi. Lekin uning maylab qo'ygandek parqirab turgan peshonasi ko'ngilsiz yaltirab, uning tabassumi qancha nurliq qiyofatga kirgan sari mushu ifodalar kaynidagi umidsizlik, qo'rqinch, azob va asabiylik texmo oshkorlanib kelayotgandek. Lekin bu narsalar oshkorlangan sari u texmo tetik va xushvaqt qiyofatga kirayotgandek qiladi. Lekin u mening oldimda hech nimani yoshira olmaydi. Uning ishki a'zolarining qaysidir bir yerlari xufiyona qon iqitib, u borgan sari qansirab ketayotgandek. Uning parqirab turgan yuzlari o'limning shapsi bilan belingisiz suratda hayotiy kuchdan bo'ladigan nurini yo'qotib berayotgandek. Uning o'rnini boshqa bir xil g'alati xunuk odamning ko'nglini ilishtiradigan o'limga yuzlangan bir xil nur egilib olgandek. Uning parqiroq terisi kaynida kesal va mikroblar qutrab, nimalarnidir to'sib elayotgandek ko'rinadi. Lekin men uning ko'ngilsiz chiroyiga bo'lgan bezorligimni chondirmayman. Chunki uni sirtqa chiqsamla unutib ketaman. Uning chiroyi ko'chadagi sonsiz chiroylar orasida g'oyib bo'ladi. U ko'chaga liq to'lgan notonish chiroylarga o'xshashla men uchun notonish. Uning bilan hech qanday aloqam yo'q. U faqat ishxonadala mening oldimda xuddi oldimdagi boshqa o'rindiqlar, mashinika, ishkap yoki buningdagi pol surtgich bilan o'xshash mavjud.
Qayaqdındır bir işik çalaqlıb, içilib, 7-8 yaşlardaki bir bala asırğınıca ciddiyleşkenedin yığısını teşiğe çıkaralmay yugurib qaçıp çıktı. Qayaqdındır bir işik çalaqlab içilib, 7-8 yaşlardaki bir bala asırğınıca ciddiyleşkenedin yığısını teşiğe çıkaralmay yugurib qaçıp çıktı. Arqısıdın set gepler bilen tıllıgan avaz anlanıp əsəbiyləşkən bir adam iç-içdən halda onu qoqlab çıxdı. Bu adamның əlpazı aqılğa sığmaqdak dərəcədə ғaliti olub, közləri qan quyğandak qızırıb ketgan idi. Bala səllä yiraqqa qaçıb kelib, qoqlab chiqqan kishiga esankirab qarab turdi. U həm ətrafıdan nijotlik izlab, həm qaçishqa tayyor bo'lib, pat-pat uyoq bu yoqqa qarab qo'yadi. Dadisi uyga qaytib kiradigan bo'lsa, bolani o'ltirib etadiganligini aytadi va uni mangu ko'zdan yutishga buyuradi. U bolani doim tillasa, uni qandoq o'ltiradiganligini har bir harakati bilan shunchalik inchga tasvirlab ketadiki, bu so'zlar bolaning jinidan o'tib, haqiqatan shu o'ltirilishning jarayonlarini bir-birlab tajribasidan o'tkazgandek bo'lib qoladi. Hamma odamga yotsirash bilan yaqin bora olmaydigan, bir yoqda unsiz bir nuqtaga chiqir ko'zini uzmay, uzoqdan uzoq tikib turadigan, chiroyi tegidan misran bo'lsa-mu, lekin tatrang'uliqidan biroz oq bo'lib ko'rinadigan, jigarining chochlari paxbiyib, yuzini kichikkina va o'ruq qilib ko'rsatadigan, peshonasi tor ashu bolaning ko'zlaridagi qo'rqinch menga bakma to'nish bilinib ketdi. Men tezla uni to'nib oldim. Dadamdan miras qolgan tenimdagi, opamdan irsiyat qolgan mijozimni men uning vujudida qo'rqinch, asabiylik, gangirash va bechorlik bilan chekchiyverish natijasida odatdan tashqari cho'ng'ib ketgan ko'zlarda ko'rib yetdim. U men edim. Qo'qlab chiqqan kishi bo'lsa, mening dadam. Hamma narsa birdamlik, hamma narsa o'zgarishchan. Bolani barliq azobdan qutqizib kelgani mana shu narsa. Boshqa insonlar uchun qo'rqinchli bo'lgan, kishilarni umidsizlik ichida nola qildiradigan narsa mana shundoq o'zgarishchanlik va turoqsizlik. Ular ko'z oldidagi narsalarning o'zgarib ketishidan qo'rqadi. Ular o'zgarmas qimmat o'lchami, o'zgarmas qonuniyat, turoqliq uy, turoqliq kirim, turoqliq xizmatga muhtoj. Lekin u narsalar o'zgarib turadi. Balaliq yoshliqqa, yoshliq qiyirliqqa o'zgaradi. Yoz qishqa, qish yozga to'xtamay o'zgarib turadi. Bo'libmi, kishilarning oldidagi narsalar birdamdala ko'zidan g'oyib bo'lib, o'rnini boshqa narsalar egilib ketganda, kishilar nima qilishini bilolmay, aqlini yo'qotib qo'yadi. Kishilar mangu o'zgarmas narsalarning bo'lishini orzu qiladi. Bu hargizmi qiyirliqdan qo'rqish yoki o'tmishga qiymaslikdan emas, balki kishilarning engidagi o'ziga qorong'u bo'lgan narsadan qo'rqishdan bo'ladi. Shaharga bo'lgan o'chmanlikning muhim sabablarining biri mushu bo'lsa kerak. Shaharda o'zgarishlar nihoyat tez bo'ladi. Ba'zida tunugunki g'oyat zo'r bir binoni bugun hech yerdan topolmay qolasiz. Ata jahonning nima bo'lib ketadiganligini bilolmay qiynalasiz. Kishilar shaharda atini tasavvur qilishda bakmi qiynaladi. Chunki nihoyat ko'p binolar hamma yerni egallab, ularga tasavvur bo'shlig'i qoldirmaydi. Lekin men dal aksicha ashu hamma odamni sarosimaga selib bearam qiladigan o'zgarishchanlikdan hozirlanaman.
Çünkü o hamma narsaning g'oyib bo'ladiganligini eskartib, menga tasalli berdi. Tuman xuddi operatsiya üstüldə yatqızıb qoyulğan adamның teniga urilgan narkoz dorisidek vücudumga singib kirib, meni barğansiri halsizlandırıb, sezgimni g'uvalashtirmoqda. Tumanның mərkəziga ishkirlab kirgansiri, tuman mening ingimning eng mərkəziga ishkirlab kirmoqda. Tenimdagi suslushib berayotgan tuyg'ular tuman bilan birlashib, so'g'aq, qatmal, o'lik, o'zgarishchan, inkor qilish qiyin bo'lgan, lekin mavhum holatga kirmoqda. Tuman ichidan muhurga issi tamlarga va barliq besatlarga singib ketgan uyda bo'ladigan, derizlarni doim ochiq qo'ysimi yo'qolmaydigan ashu puroqni his qildim. Tumanning xuddi sakrat oldidagi odamning nafassiz ingrishidek ig'ir va bo'g'uq ovozi mening uyalarimga singib kirib, tizlarim jonsiz titramoqda. Tenim bo'lsa bargan seri to'zib ketayotgandek, o'zimni butkul tumanga tarqilib ketayotgandek his qilishdan qutulolmay turgan chig'imda nima uchundir titrab turgan bir qo'ldagi tamakining qurib gaz bog'lab ketgan ig'izga kirishini ko'z oldimga keltirdim. Bu qo'llarning terlari qo'rilib, ushshaq qora dog'lar ro'shanlashgan edi. Mening tamak chekmasligim, balkim ashu qo'lning oxirgi qitim titrishini ko'rganligim va o'limdan qo'rqinchoqligim sababidan bo'lsa kerak. U tamakini bir nechini sho'rag'andan keyin uning tatirab ketgan chiroyi texmi tatirib, yuz terlari tortishib titrashga boshlagan bo'lsa-mu, lekin uning ko'zlaridan va javg'iyidan bir xil rozimanlik ifodalanib, u xuddi jiddiy bir ish o'tib ketgandan keyin esini tepib pastgo'yga tushgan odamdek bo'lib qoldi. Mening butkul hayotim ochiq tamaki isi bilan to'lgan edi. Shunga aslida misrang qizg'uch bo'lishga tegishlik chiroyimning cho'ng'ishimga agishib, qurigan daraxtning qo'ziqidek nursiz, xunuk va qaramtul bo'lib qilishini bir umr ochiq muhurga isi bilan islanganligimdan ko'raman. Bu ko'chada bir tüp daraxtning turganligi meni hayron qoldirdi. Dastlabki qitim bu yerdan o'tganda daraxt bardaq qilmaydi. Daraxt borligini tasavvur qilish qiyin bo'lgan bu ko'chada u xuddi unutilib ketilgan bir qitimliq tushdek intayin mo'ngloq ko'rinadi. Uning faqat bir nechila shexi qolgan bo'lib, qovzoqlari oq rangda sirlanib, u bir yolg'on daraxtga o'xshab qolgan edi. Daraxtning bir shexiga eleglik turgan bir tal og'amcha bo'shliqda pulanglab turadi. Men uningga kimlarningdir bog'lab esilib qo'yilishini tasavvur qildim. Lekin yaqin berib qarsam, u og'amcha emas, balki nalardindir uzib etilgandan keyin yo'gab ilib qo'yilgan to'kisimi ekan. Yezining chetidagi sasliqda padalar to'p o'tlashib yuradi. Balalar buloqlarning suvga liq to'lgan o'stangning qirlarida yonboshlab yetib elishib qo'y baqadi. Buloqlarda suvga cho'milishadi. Qip-yalang'och bo'lib elib, uyoq-buyoq yugurishib o'ynab yuradi. Hangi eshaklarning sasliqni bir olgan ovozi bilan hangrab meyda eshaklarga ortilishlarini balalar o'lishib elib ko'radi va cheksiz bir xil qizg'inlik bilan tomosha qilishadi. Bu xil qizg'inlik ularni eng ibtidoiy va uchuq oshkorligi bilan maftun qiladi. Ularning ashu harakatdan zodi nimalarni ko'rmoqchi bo'lganligi menga shuncha ayon turibmi, tushunishni xohlamaganligim yoki rostilla tushunolmaganligim uchunmi ish qilib ta hozirgacha tushunmayman.
Saslıqdan bir xil zəy puraqı dimaqqa urilib turadi. Bu puraq odamning iç bag'riga singib kirib, xuddi odamnimi aşu saslıqning bir qismiga aylantirib yetadigandek. Şuning bilan odamning tenidimi aşu saslıqdagidek qirtaq o't cho'plar o'sib chiqadigandekla tuyuladi. Men qo'ylarni o'tlashga qo'yib etib, qo'shnamning qaramtul qizi bilan yonma-yon bo'lib, sasliqda uzoqdan uzoq yotatdim. Tenimdan asta-asta o't cho'p o'sib chiqishini kutatdim. Men uning bo'yini g'ayrichim bilan o'lchab baxmoqchi bo'latdim. U bo'lsa, odamning bo'yini o'lchsa, pakar bo'lib qoladiganligini aytib, buni rad qiladi. Uning hamma yerini, ko'tarilib chiqayotgan ko'ksini, sag'irsini, putlarining uzunligini o'lchab baqqim keladi. Oningdan chiqqan sonlarni xilma-xil usullarda hisoblab baxmoqchi bo'latdim. Yiltizdan chiqarish, kvadratga ko'tarish, differensial, integral bo'yicha chiqqan sonlarning zodi nimalardan bishorat berishini tahlil qilib baqqim keladi. Men maktabga berishga bek amroq edim. Darsdan shuncha bezor bo'lsam-mu, lekin maktab yanada intayin ko'ngillik to'yiladi. Chunki faqat maktabdagi chog'dala dadamning urushidan, satkaplari bilan tillashidan qutulib qolatdim. Sinfda ikki parta oldimda o'ltirdigan qo'shnimizning qaramtul qizining kaynidan qarab o'ltirib, uning tenidagi sonlarni ko'zchanda taxminan qilatdim. Uning bo'ynini, uning mo'risi, yelkasining agmisi shakllantirgan yoy va boshqa geometrik shakllar meni ram qiladi. Tushda ikkimiz loy suv eqib turgan o'stan bo'yida uning qaramtul putlarining topallari suvda paqalishib, üsti tarafining rangi bilan ro'shan selishtirma bo'lguncha putimizni suvga chilab o'ltiradi. U putining ostining oqarib ketgan terisini ko'rsatib turib, kulgunicha kelgusida kimdir bir kimdak suvga tushib o'lib ketib qolsa, terisining ashu rangga kirib qolishi mumkinligini aytib berdi. Men o'zimning o'lganda shu tap suv qiyilib turgan yerga chilab qo'ygan ko'kirib ketgan zag'rinonga o'xshab qolishi mumkinligini aytdim. Adamning go'zalligi amaliyotda sonning go'zalligidan iborat. Bo'y egizligidan tortib, bel ko'kraklarning aylanmasigacha. Odamning o'ng va so'l tarafidagi mosliq. O'ng taraf go'yo so'l tarafning yoki so'l taraf o'ng tarafning sho'lisidek. Bu mosliq buzilsa, odamning go'zallik tuyg'usiga ta'sir etadi. Tangpungliq tuyg'usimi bor yana. Bu balkim balaliq vaqtdagi uzoqdan uzoqqa so'zilgan yiqilib tushishdan qo'rqishning mahsuli bo'lsa kerak. Odamning o'ng va so'l tarafidagi mosliqning odamda oromchilik tuyg'usi paydo qilishimi amaliyotda uning yana bir varianti. Men yanala ko'zchanda uning tenidagi xilma-xil son va seprlarni hisoblab o'tdim. Uning tenida sonlarning mosliqi ig'ir darajada buzilgandek qiladi. Men uning bir mo'risidan yana bir mo'risining egiz ekanligini, bir qishi bilan yana bir qishiningmi bir takshilikda emasligini, lavlariningmi salpal qiypash ekanligini his qildim. Mana bular odamda yontu bo'lib qelish tuyg'usini paydo qiladi. Nihayat ro'shanki, yontu bo'lib qelish yiqilib tushishdan bishorat beradi. Bu vaqtlik chog'larimda mening oyiqim bakmi tasti chiqqan edi. Mahalladagi men bilan tang bolalar cho'qirishib, bir-birini qo'g'lishib, o'ynashayotganida men askitamning tuvida iyig'i yo'q ishtondan chiqib turgan ko'kirib ketgan kassalarimni yerga choplab o'ltirar ekanman. Shunga mening yiqilib tushishdan qo'rqish tajribam har qanday odamnikidan uzoq edi. Mening aroq ichmasligimdagi sababim mushu edi. Chunki aroq ichmas bo'lganda boshning qaydiganligini, odam tenining tangpunligini yo'qotadiganligini faraz qilgan edim.
tuman ichidan putlari egilib ketgan bir odam chiqib keldi. Uni birla qarashda kimgadir bir kimga o'xshatganligim uchun qadamimni to'xtatib qarabla qolgan edim. U ilgari zodila yodimga yetib baxmagan bir odamga o'xshaydi. 30 kishi tushib ketgan u odam o'z tenidagi bu kamtuklikni yoshirish uchun qattiq kulgisi kelgan chog'dimi ichilib kulolmaydi. Lekin o'zining qasddan kulgisini besib elayotganini boshqalarning bilib qolishidanmi ansiraydi. Shunga u kulganda og'zini ochmay turib qiyshaytib kuladi. Bu uning odatlangan chiroy ifodasi bo'lmag'achqa odamga bakmo sun'iy to'yiladi. Men uni nimishqa aslab qolganimni bilolmadim. Yodimga yetgani nihoyatda parch-purat ishlar bo'lib, uni aslab qilishimning sababini tushuntirib berolmaydi. Bu odam faqat men yashagan ashu muhit atrofida xuddi yo'lning bo'yindagi anjon tomga loy etib berganlarning leyi yetishmasa, tomchi ochiqida ularga ta'na qilib, qo'liga chiqqanla narsani tom orasiga elib etishi bilan orlishib qolgan bir tal kesak xishdak yoki do'qmishning qayriladigan yerdagi jigdi darig'idak yoki bo'lmasa taras sundurg'ili kirgan kishining beshi ko'rinib turadigan xolaning qo'lning uchidala etib qo'ygan egizpas temadak mavjud bo'lgan bir mavjudlik bo'lganligi uchunla menga tanishlik. Lekin uning bilan hech qanday munosabatim yo'q edi. Bu mening gap qilolmaydigan ochamning nikoh qilib olgan eri edi. U odamning tenidan gupildab chili puruqi keladi. U zodi qandoq yodimga yetib qoldi? Men bu haqda bir necha kun o'yladim. Balkim uning menda cho'nqur ta'sir qoldirgan, lekin men unutilib ketgan bir ishi bor bo'lishi mumkin. Uzoq o'ylash orqali oxiri yodimga kelgani u kishining bum ovozi bilan uzoqdan uzoqqa so'zib yig'lagan ovozi bo'ldi. U odamning yig'i ovozi ham odamni bizar qilg'udak darajada sat, ham odamning ichini serildirg'udak darajada echinishlik edi. Uning yig'i ovozidan hamma kishining bizar bo'lganligi chiqib turadi. Kishilar uni mahalladagi etis qirida daldangshib mangadigan yana bir odamdek chiroyli yig'lay olmaydi ekan. Shundoq turibmi yig'isini to'xtatmadi deb xafa edi. Yig'lash. Bo'libmi kishilarni bezar qilg'udak yig'lash uning birdan-bir qutulish usuli bo'lib qolgan edi. Xuddi bir to'p parining g'o'ngildishidek mushu yig'i ovozi bir necha kungacha mening quloq tuvimdan neri ketmadi. U odam yiqilib kelganda uning men o'xshatgan kishi bilan amaliyotda zodila o'xshamaydiganligini his qildim. U menga intayin xatarli holda yiqilib keldi. Yana bir qarashda u tuman ichida meni aniq ko'rolmay, shundoq yiqilmagandek qiladi. Men uningdan o'zim izlayotgan joyini so'ramoqchi bo'ldim. Lekin Qur'onning nomerini og'zimdan chiqarib bo'libla to'xtab qoldim. Chunki mening ovozim quyuq tuman ichiga tasda sig'dilib kirib, u tarafga asta so'ralgan bo'lsa-mu, lekin uning quloqiga yetib borolmayla laylab kelayotgandek qiladi. U meni ko'rmagandek yenimdan o'tib ketgandan keyin uni nemishqa birovga o'xshatganligimni zodila bilolmay hayron qoldim. Men keynimga o'rilib qarab, uning tuman ichida g'uvolishayotgan gavdasidan heliqi yig'i ovozini izladim. Lekin u jimjit holda g'oyib bo'lmoqda edi. U yo'qolgan joyida muzdek so'g'uq bir bo'shliq qoldi. Men u bo'shliqdan birdam ko'zimni uzmay qarab turdim. Shundala uni kimga o'xshatganligimni bildim. Men uni tili ojiz ochamning tashlab ketganligi uchun yig'ladi deb o'ylagan edim. Uzoq vaqtlargacha shundoq o'ylab yurgan edim. Amaliyotda u Daduning kolisi yutib ketdi deb yig'lagan ekan.
Lekin onun yığısı kollektivning qo'ylarini asrash uchun o'zining kiyimlarini uloqlarga kiydirib qo'yib, o'zlari muzlab o'lgili tas qolgan bizning o'g'inish ulgimiz bo'lganlarning ishlaridek kishilarni ta'sirlantirolmagan edi. Bir ayolning tashlab ketishi kishilar uchun faqat oshkorlig'i bo'lmaydigan jismoniy ayibni oshkorlab qo'yish bilan barobar edi. Balki men uni shuning uchun bo'lsin yig'laydi deb o'ylagandiman. Xuddi hushiga kelib, bir putining kesib elib etilganini bilgan odam nola faryod ko'targandek. Uning oshgan kiyimlari kelib turgani bilan u o'zi uyimizga kamdan-kam keladi. Acham g'oyib bo'lib, men atdiganda o'rnimdan turib kiyimlarimni kiyay desam, kiyimlar ko'rinmaydi. Men yotgan ko'rplarni, kiygizlarni o'rib izdimiga yerim qolmadi. U kiyimlar yanada yo'q edi. Shuning bilan kiyimim yo'q bir kun taloga chiqolmay yurdim. Keyin bilsam, u kishi o'zining oshgan kiyimlarida o'zgartirilgan kiyimlarni elib ketgan ekan. Men albatta kollektivning qo'yi emas, shunga hech kim o'zining uchisidagi kiyimni silib, mening yalang'och tenimga kiygizib qo'ymaydi. Shahar kishilarga bergan esankirash, gangirash, xudini yo'qotish, xomxiyol qatorliqlarning hammasi tan bilan munosabatlik. Egiz binolar, hashamatlik chiroqlar, istutakka to'lgan so'rinlar kishilarning tenini o'z ilkiga olganda, ashu pat-pat yuyib turmasa purab qoladigan, esil taomlarni yeb maynat chiqirindilarni ishlab chiqaradigan tanlarga sirliq tus kirib, ular sehrli, xiyoliy va mavhum narsalarga aylanib qoladi-da, ko'zlarini olachakman qilib, kishini esankirash, gangirash va xomxiyolga giriftor qiladi. Kishilar o'zimi ashu xiyoliy ko'rinishlarning ichiga singib kirib, g'oyib bo'lishni orzu qiladi. Shahardan qo'rqish amaliyotda kishilarning o'z tenidan qo'rqishining ifodasidir. Ashu sehrlik xomxiyollar kishilarning tenini cheksizlikka ega qilib, shahar bilan birlashtirib etadi. Kishilar shaharni o'z tenining bir qismi deb o'ylagan vaqtida, ondan shahar elib kelgan tushkunlik va g'iriblik ularni umidsiz faryod ko'targizadi. Manga tuman gaz holatida emas, balki suv holatida to'yilishga boshildi. U go'yo dengizdek mening tenimga uriladi. Uning unsiz shovqini anglash sezgimga chinqilib sig'mayotgandek bilinadi. Men nima uchundir bundoq his qilishimni boshqalarning bilib kelishidan ansirab qoldim. Chunki bu xil tuyg'u boshqalarda yo'q edi. Kishilar o'zlarida umumlashmagan bir narsaning boshqalarda bor bo'lishini qat'iy xohlamaydi. Ular menda o'ziga o'xshamaydigan tuyg'uning bor bo'lishidan g'azablanib, meni o'ldirib etishi mumkin. Shunga nimalarni xomxiyol qilganligingni ularga bildirmasliging kerak. Lekin ular barliq amallarni ishiltib, sening xiyollaringni bilishga tirishadi. Ularning nazarida xufiyona xomxiyol qilishning o'zila jinoyat. İdarada tuyuqsiz bir ayol paydo bo'lib qoldi. Balkim u burundili bordir. Men balkim ilgari uningga diqqat qilmagan bo'lsam kerak. Shunga u idoraga yangidan kelgandek bilinib ketgandi. Uning terisi suv meyda maylab qo'ygandek doim sog'uch parqirab turadi. Bu menga bek qiziqarli tuyulib ketadi. Uning qisqa yanglik ko'ngliklaridan chiqib turgan bilaklarini ko'rsam, uni tutib baqsa qandoq bo'ladiganligini tasavvur qilardim. Bu hargizmi shahvoniy talabdan emas, balki uning terisining nemishqa shundoq parqiraydiganligiga bo'lgan qiziqsinishdan edi.
uni tutsa qo'lda silg'iyib turmaydigandekla bilinib ketadi. Bu xil silg'iyishning odamda qandoq ta'sirat paydo qiladiganligini tasavvur qilish tas edi. Men mushularni o'ylab, bir qitim uning yenida ketib etib, uning bilikining qo'limdan silg'iyib chiqib ketgandagi tuyg'uni bilib beqish uchun tuyuqsiz uning bilikidan tortib tutib baqqum kelib, o'zimni nayt tasti tutib olgan edim. Men uning ashu xil holatini bir necha kunni ko'rdim. Chunki bir necha kundan keyin birdinla havo sovishqa boshlag'achqa ayollarning uchizidagi kiyim asta-asta ko'payib, ularning terisi qalin kiyimlarning kayniga o'tib, sirliq tus elishqa boshladi. Shuning bilan men har qitim uni ko'rsam, uning ashu terisi sumayda maylab qo'ygandek sarg'uch parqirab turadigan ayol ekanligiga ishongim kelmaydigan bo'lib qoldi. Gap qilgan chaqda uning yaqin urug' tuqqanlarning nikohidan töralganlarda bo'ladigan bir xil tug'mi kamtuklik ro'shan ifodalanib turadigan chiroyidagi ifodasi bo'lsa, bularni menga texmi unutildiradi. Bara-bara menda u dastlab qoldirgan ta'sirat g'oyib bo'lib, uning obrazi boshqa bir holatda shakllandi. Ayolning semiz tenidagi bu xil parqirashdan boshqa uning kishining diqqatini tortqudak hech nimasi yo'q edi. Ayollarga zodili yaqinlashib baxmagan o'smir bolaning oldida u yalang'och tenini ko'rsatsa, balkim o'smir hayronlik bilan qarab qolar. Lekin mening oldimda u qip-yalang'och tursimi, uningga diqqat qilishim notayin. O yazning kunida yalang'och degidek yursimi, lekin qalin sog'ish terisi uni yalang'ochdek his qildirmaydi. Aksicha qishning kunida qalin kiyinib olganda ozroq odamning diqqatini tortadigan go'zallik paydo bo'ladi. Balkim shuning uchun ilgari uningga diqqat qilmagan bo'lsam kerak. Lekin menda har qandoq ayolga nisbatan bir xil yaqinchilik tuyg'usi paydo bo'ladi. Xuddi ayollar dunyoga mehr-muhabbat uchun yaratilgandek. Menga hatto ayollarning satgap bilan odam tildishimi tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan ishtek bilinadi. Lekin bu ayolning chiroyi doim bir xil g'azab tufaylidan kundan kunga ishib ketayotgandek bilinadi. Uning ichidagi azob teshig'i tepib chiqib shundoq bo'layotgandi yoki u ishlatayotgan grim buyumlari uningga reaksiya qilayotgandi. Yuz terisi ko'kirib berayotgandek edi. Uning menga tunchi qitim qilgan gapi tillash bo'ldi. Men ho'nviqib turib qoldim. U mening qinimni ichidiganligini aytdi. Men nima ish yuz berganligini zodila bilolmadim. Hozirmi bilmayman. Balkim bundan keyinmi bilmaslikim mumkin. Chunki men uni bilishga qiziqmadim. Uni bilishning nima qimmati bo'lsin? Lekin uzun vaqt o'tib o'zimning bir yatloqqa ehtiyojli ekanligimni his qilgan chig'imdala ondan uning tillishining menga tahdid elib keladiganligini sezishga boshladim. Shundaqdimi yanala uning menga nemishqa bunda qiladiganligini bilishning imkoniyati yo'qdek qiladi. Boshqalardan so'rsam hech kim javob bera olmadi. Faqat uni xilma-xil paraz qilishga bo'ladi. Lekin hamma paraz bema'na va kulkilik edi. Ular menga bema'na va kulkilik tuyulgan bilan uningga bundaq tuyulishi notayin. Boshqalar mendan u haqda orqasidan yomon gap qilib qo'ymaganligimni so'radi. Men uni zodili to'nimasam, qandoqmi uning yomon gapini qila olayman? Men ularga agar boshliqim uning yomon gapini qilish haqida buyruq tushirsimi, o'zimning bu vazifani o'rinlay olmaydiganligimni aytdim. Oxirida uning meni tillashining va tahdid selishining sababini bilishdan voz kechdimda, uni xuddi oldimda turgan tomning mavjudligini qabul qilgandek bir reallik sifatida qabul qildim.
Lekin u meni bu idarada uzoq turg'izmaydiganligini aytadi. Mening yotadigan yerim yo'qligini bilgachga, doim idoraning biror bulung pushqoqlaridagi odam diqqat qilmaydigan qorong'u joyda qo'nib qolamdi deb poylab yuradi. Xuddi bulunglarga chashqanlar uchun qo'yib qo'yilgan chashqan dorisidek, men hamma bulung pushqoqlarda uning mavjudligini his qilmay qolmaydim. Şunun bilen zadılı baradigan joy topolmay qolgan chig'indimi, idoraning biror bulungida kechini tunab chiqishga petin olmaydi. İdarada su aptiga ion yig'ilganda, men ionni berishni rad qilib edim. Hammaylan kusurlashib ketdi. Heliqi chiroyi o'liknikidek ikki xizmatdishimningmi chiroyida o'zgarish bo'lganligini ashu kuni tunji qitim ko'rdim. Ular aqlga sig'maydigan bir ishga duch kelgandek ham hayron qolgan, ham cho'chigan edi. Bu chiroy ifodasimi ularning chiroyida birdam turgandan keyin asta-asta yo'qolib, ularning chiroyi asliga qaytdi. Dastlab bu ifodani men ularning chiroyida ashu peti o'zgarmas bo'lib ketib qolishi, hatto ularning mangulik chiroy ifodasiga aylanib qolishi mumkin deb o'ylagan edim. Bu chiroy ifodasi ularning chiroyida biroz ketib turgandan keyin asta-asta yo'qolib, ularning chiroyi asliga qaytdi. Terisi moylab qo'ygandek sog'uch parqirab turadigan ayol bo'lsa, samsoq bilan piyozning aralashib ketgan ochiq purqi kelib turgan og'zini xuddi meni so'ymoqchi bo'lgandek yaqin akilib turib, dushmanlik va ruhiy tangpungsizlikning ifodasi chiqib turgan ovozi bilan quloqimga shivirlab, butun dunyo, hatto dushmanlarmi ioni qilib atgan ashu ishqa mening bundoq muomala qilishimning bakmo chekidan eshib ketganligini deb meni aybladi. Men uning so'ziga emas, balki og'zidan kelgan puroqqa chiday olmasdan oldimizdagi oyning yerimini degidek davomli och qilish ichida o'tkazganligimni bilsammi, oxiri ionini to'lavatdim. Bo'lmasa u yig'in tugigicha qo'liqimga so'zlaverdigandek qiladi. İane, zoyum, qon berganlarga yig'ib beradigan pul, idora yollab olgan tozalik ishchisiga beradigan pul bo'lib, tutib elib qilib qolgani maoshimning yerimiga yetmaydi. Uning bilan bir necha qitim tamoq yesamla tugaydi. Men ionini to'lab bo'lgandan keyin qo'limdagi pulni bir rat sanab etib, hammaylanga qo'limdagi pulni sanab beqishni xitob qildim. Ularga shu orqali oldimdagi bir oyni qandoq qiyinchilik ichida o'tkazganligimni bildirmoqchi edim. Lekin qo'limda qanchalik pulning qolganligini bilishga hech kim qiziqadigandek emas edi. O'z ahvolimning suv optida uyi vayron bo'lganlarninkidimi bakrak xarob ekanligini ularga aytdim. Chunki mening ofatda vayron bo'lgudek uyimmi yo'q edi. Bu gapni anglab, ularning g'azabi teximi o'rlab ketdi. Chunki ular uchun shu topda muhim masala mening qandoq ahvolda qolganligim emas, balki faqat mening ioni berishni rad qilganligim edi. Ioni berishni rad qilganligim ularga ashu suv ofatining kelib chiqishida meningmi sababim bordek to'ylagandek qiladi. Shunga o'zimni aqlab qilgan har qanday so'zim mening bu gunohimni texmo ashuradi. Shahar osmonidagi cheksiz qorong'ulik, cheksiz dengiz to'lqinlaridek qirg'oqqa o'zini uratdi. Har qitim qirg'oqqa yamrab qaytganda ba'zi derizlardan va xilvat bulunglardan ayollarning shahvoniy ingrashlari bilan erlarning ig'ir pushuldoshlarini xuddi dengiz qumluq sohillariga
taşlap qo'yilgan tozaliq qog'ozi va meva shupiklarni o'ziga qo'shib elib qaytgandek o'ziga qo'shib elib qaytadi. Dal shu chaqda tömürning tömürga tekkan qattiq ovozi bilan bir qonaltir ishik jaldanglab ichildi. Men ishik ichilgan tarafga qarab bir odamning velosipedini ittirganicha chiqayotganligini ko'rdim. Uni keynidan hech kishi uzatib chiqmadi. Shuningga qarab, uning mushu uyning egisi ekanligini faraz qilish mumkin edi. Men darhol uning oldiga berib, heliqi qog'ishdakkur uyning zodi qaysi tarafda ekanligini so'radim. Lekin chiroyi cho'yindek mustahkam bu odam go'zallik va shahvat bilan bog'lab tasavvur qilinadigan cho'ng shaharga zodili mos keldigandek emas edi. Uning turqi odam bilan odam o'ttirsidagi har qanday hissiy munosabatga mos kelmaydi. Hatto modda bilan modda o'ttirsida bo'ladigan ximiyalik munosabatning uningda yuz berishini tasavvur qila olmadi. Demak, kishilarning cho'ng shaharlar haqidagi tasavvurlarining hammasi xom xiyol edi. Xuddi ko'chada laylab ketayotgan murda yoki soyidek uning chiroyi qetib qolgan ham ifodasiz edi. Kishini ixtiyorsiz o'lik bilan so'zlashishdek beoromlik soladi. Uning yuzlaridagi kulka va yig'a qatorliq ifodalarni aks ettiraverib, charchab qolgan qo'riqchilar qattiq charchab ketganlikdan qimirlamas bo'lib qolgandek qiladi. Mening savolim uning chiroyida hech qanday o'zgarish paydo qilmadi. Men eshikning udulidila uning yo'lini to'sib turgan edim. U meni velosipedning roli bilan qattiq ittirib etib, yo'lini davomlashtiraverdi. Velosipedning to'miri qovurg'amga xeyli qattiq tekkan edi. Men keynimga sentirlib berib, yerda o'ltirib qoldim. U bo'lsa men tarafga qarabmi qo'ymasdan ketib qoldi. Uning velosipedi tuman qo'yniga kirib yo'qoldi. Biroq velosipedning o'ymi-do'ng yerda sakrashidan chiqqan ovoz xeyli bir hazog'icha tuman qo'ynidan xuddi ingrashdek anglanib turdi. Hurmatli anglarman qarindoshlar. Bugungi o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Davomiga qiziqsanglar, diqqatinglar kelar qitimliq anglishimizda bo'lsin. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani qizim Dilfroz Xeni ishlagan. 2023-yil oktyabr janvada unga elindi. Xayri xush, omon bo'laylik.